Zamonaviy stendimizda har xil avtomatikalarni tekshirardik. Uni turlarini, ishlashlarini, texnik xarakteristikalarni va hokazo. Bu safar bugun biza Protect DPS 10 degan byudjetli bir avtomatikani tekshiramiz. Avtomatikamizni nastroykasi juda oson va qulay. Uning uchun biza nastroyka knopkasiga kiramiz. Birinchi pastki davleniyasini tanlab olamiz. Bu chap tarafdan bo'ladi. Uni masalan 2 ga qo'yishingiz mumkin. Keyingi nastroyka baland, ya'ni o'chadigan davleniyasini qo'yib qo'yasiz va yana bir marta nastroykasi knopkasini bosib chiqib ketasiz. Bo'ldi. Nastroykamiz hal bo'ldi. Texnik xarakteristikalardan ko'rgandan keyin bunga biza shu Ebara kompaniyasiga tegishli nasos qo'ydik va Emera gidroakkumulyatorini ulab qo'ydik. Undan tashqari shu akvariumga suv to'ldirib qo'ydik. Unga 6 ta potrебитель berdik, ya'ni 6 ta tochka. Xullas, qanaqa ishlar ekan, qani ketdi. Aytgancha, DPS 10 Protect avtomatikasida o'zida ikkita sim chiqqan bo'ladi. Bittasi ko'rayotganingizdek, bunga nasos Primolis, ikkinchisi xuddi shunaqa, faqat rozetka tarafiga ulanadi. Endi ketdik va tekshirib ko'ramiz. Hozir bu yerda nasos suxoy xod beryapti, chunki biza nasossiz ishlatdik. Endi mana shu sbros degan knopkasi bor. Buni bosamiz. Nasos o'zini sbros qiladi va ishlashni boshlaydi.